Allahu alem. Şirata hadis an Enes ibn Malik. يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالغشاء قبل صلاة المغرب ولا تغجلوا عن غشائكم. Enes ibn Malik haberinde Allah'ın ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, eğer bireriz oraza tutayken, yani bu günni bireriz oraza tutkan, mesela oraza tutkandan so'ng namazga vaqt aytilgan, akşam namazına qomat aytildiyken boshda oshasın. Boshda oshasın, anlar so'ngina namazını o'qisin. Anlar so'ngina namazını o'qisin. Anlar so'ngina namazga barsın, ham oshaganda oshiqmasin. Ham oshaganda oshiqmasin. Shunga ko'ra, agar sen oraza tutib, mesela sen aşar aldığından gına namazga qamat aytildiyken, mesela meşte olsun, başka yerde olsun, bu vakitte namazga barmasan da yaray. Başta aşağı gerek, aşağından sonra turup inanları namazını okuysan. Aşağından sonra turup namazını, hem aşağında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşıkmaska aytdı. En yaxşısı, mesela oraza tutkandan so'ng, azan aytgandan so'ng, mesela azan aytilar bitdi, biz bu elhamdülillah kishilar bunu shulay ishlar. Xirma jemishi bilan ovuz ashu bu vaqtda. Xirma jemishi bilan ovuz ashu, shundan so'ng suv ishu, qo'y bir yashilchalar, jelak jemishlar oshasanda bo'lar. Shundan so'ng endi turib namozini o'qigandan so'ng qaytib erkinab oshav. Ibnul Qayyim rahimahulloh aytdi, ya'ni shu xirma jemishi bilan ovuz ashuning xirma jemishi bilan ovuz ashuning büyük foydasini yoza Ibnul Qayyim. Yani bu kişinin tani için, kişinin selametligi için büyük faydalı. Şulay galimlerimiz aytdi, xirma jemishinde kişinin tanine, kişinin sağlık selametligine kerakli bo'lgan barliq maddeler de var. Barliq maddeler de var. Şuna ko'ra ko'proq xirma jemishini oshirib kerak. Hatta galimlerimiz aytdi, kishi suv bilan xirma jemishini oshab tursa, suv ichib xirma jemishini oshab tursa, ulanga yashar için jete. Başka narsa aşamasa da ulanga yaşar için jete. Şuna göre en yaxşısı ol azandan so'ng xirma jemishi bilan, yani başka narsa bilan ovuz açıp, shundan so'ng namoz o'qigandan so'ng endi qaytib oshasan. Lekin endi agarda kishining oshisi kelayotgan, shu hadisda ko'rganimcha, u endi boshda oshiy, annar borib namoz o'qiy. Bu oshav meselesi oraza vaqtida g'ana tugul. Shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi, la salata inda hadratit ta'am. Rizq qo'yilgandan so'ng namoz yo'q dedi. Shuna ko'ra sen masalan bir qo'ya kelib, ya'ni uyingga qaytsan degan, namoz oldindan senga rizqni olib pishirib qo'ydilar ekan, ham shundan so'ng namozga qomat aytildi ekan, yo'q, boshda osha, shundan so'ng namozga bor. Ne uchun? Bu qo'y bir kishi o'ylaydi, mana rizq chiqqach namozni qoldirib, rizqqa ehtirom uchun deb o'ylaydi. Shuning uchun namozni o'qira kerak deb o'ylar. Bu durust tugul. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bunu aytdi, ne uchun? Kishi agarda osh kelish, anga endi rizqni olib chiqdilar ekan, shu rizqni qoldirgandan so'ng namozga borsa, u namozda narsa turida o'ylayashaq. Shu rizq turida o'ylayashaq. Onun oshligiga, ya'ni namozda xushuqlik bo'lmayashaq. Shunga ko'ra bunda rizq qana tugul. Nindi agar seni namozdan qilmovchi bo'lishi, nindigina sabablar bo'lmasin, masalan, sening kishi yumushingni o'taysan kelar. Ya endi sening oshisan kelar. Ya endi sening boshqa mashaqqatlaring bor. Agar shu narsalar sen namoz vaqtida sening xushuqligingni olsa, seni namozdan qilmovchi olsa, boshqa shu narsalarni o'ta. Ya'ni seni namozdan qilmovchi bo'lishi barliq narsalaringni bitir, ondan so'nggina namoz o'qi. Allohu alam.